Sılnıma Şınxadagi her millat xalqiga bir kun haqsiz tomoq berdi, tomoq taqtirdi, tomoq tetish faoliyati ulashtirib qo'ydaydi. To'g'ri. Mush rasmi? Rost to'g'ri. Rasli birimiz. Rasli birimiz. Qanday qadam birimiz ham buni? Buni har millat har qanday qadam birimiz. Yani qayeri yosh, cho'ng, kichik, shu ushaqjon har qanday qadam kasb bo'ldi. Yani buningki vaqti mushu oldimizga dushanba kunsi 15-yisla atgan soat 8 dan tushdan keyin mush soat 4 gacha, yani atgan boshliqda mushu taqman yo'tazda bizning o'zimizning qo'lda tatgan yerlar qaymoq yo'tazsi. Andan keyin tushga yani mushu bizningki uylarimiz bilan polo. Mush tomoqlarni bir kun mushu butun kan xalq ammasiga haqsiz sunmoqchi. Uningdan boshqa yana mushu har qanday maktab bolalari ya, bizning do'kon oldi maktab bor, masalan, birinchi o'ttir, ikkinchi o'ttir deymiz. Mush atrofga har qanday maktab bolalari tush tomoqni yesa, har qanday so'men turlari ulamda uy mifan, uylarman tavsiya mifan bo'lsin, 8 koy har qanday bolalarga 8 koy qilyaptik. Yana uningdan boshqa mush atrofimizdagi har qaysi ansiqxona, doktorxona deymiz, vangba deymiz, har qanday do'konlar o'rinliga tomoq buyursa, tomoqning qimmati buyurgan pul so'miz 15 koy yesa, biz haqsizga amma yetishtirmiz. Avaymay bo'rtib avar bo'lmaysizlar. Yani onundan başqa mush 10 balaga eng og'ir qiyinchiligi bor uyda. Dadasi shunga qaravatgan yoki WhatsApp'si og'ir kasal mushundaqlardan 10 balla maktab balari chiqsa, atganlik tushlik tomoqni biz haqsiz ta'minlaymiz buningki. Mana nima? Bu bizningki mushu yang payda chiqargan, yani qo'y qug'uz chiqargan alayda qo'rimchibimiz. Japayda kutatamiz buni. Tayza tetidimi ya? Yang pay chöp degan chöp shumi? Yang pay chöp degan mushu. Buning cho'ng kichigi bormi ya? Cho'ng kichik bor. Cho'ng va o'tiral bor, kichik bor. Toper, jongper shop. Burun chiqarmaydingmi ya buni? Burun chiqarmaydik. Buni yangilik maxsus mushuninglar shug'ullangan bir ustamni yonidan taklif keldi. Qo'l tatqiqdan kelgan deb. Haqiqatan nima gap ketmaydi. Hozir sizlarnikida dapanji chöp, to'q chöp, yongpay chöp, o'g'loq chöp hammasi chiqadi. Hammasi chiqadi. Hammasini cho'ng kichigi bor. Hammasini cho'ng kichigi bor. 2 dan 3 gacha, 3 dan 5 gacha, 5 dan 6 gacha adam shu cho'ng kichik qattiq. Qilimda qilib qoldim chöpning tamjimizlar. O'xshab. Hammani. Sizga qo'rdim. Mana qilyapman, men nima yematay? Chatoq yo'q, o'xshabdi, lekin ma pulim bir uzrab kerakchi. Hozir chiqarib deb andikim davomli yey. Hamsa bayamni yoqi oldinglar o'tqala. Yurakni boshqa odamga 6 raqam yo'llagan ganjoq kaga odamni ko'rib haqsiz bo'ldi ha. Ma'qul. Mustaq chiqib ketish olmaymiz. Ma'qul. Dushanba kuni, ya'ni mush oyninki 15-kunsi to'snaymizga inoq makan o'ltiraqaga echilgan, yig'ini bezab echilgan Dilfar tomoqxonasida bir kun tomoq tetish faoliyatini ulashtirib haqsiz. Bu kun kelgan do'stimizga tayyorlab qo'ygan tomoqimiz bo'lsa, atgini nashliq kelgan do'stimizga bir qancha tog'man bilan yo'taz haqsiz. Qo'saq to'g'ri jisag'li bo'ldi. Tamam emasmi? Shunday to'g'ri. Shu vaqtda polo bilan lagman qo'saq to'g'ri jisag'li bo'ldi haqsiz. Atgin Beijing vaqti soat 8 dan tushdan Beijing vaqti 16 gacha kelgan do'stlarimiz mush faoliyatni baklab olsanglar bo'ldi degan gap. Andan keyin Loban bak yaxshi gapdan birini qildi. Ya otisi yo'q, ya opisi yo'q. Ikkisidan birisi yo'q. Ba'zan balalar va otisi beqavatgan yoki opisi beqavatgan. Shularni ko'z tutib, hamiyat maktab bo'lganligi uchun shu balalar orasidan 10 balani tanlab, mush oshxonamda haqsiz tomoq yeysam deb orzusi bor ekan. Shunga mushta qiyinchiligi bor, haqiqiy qiyinchiligi bor do'stimizni qolsanglar, bir isbotlarini olib qolib qolsa, elib mana shularni izlab kelsanglar, balalaringlarni mishaga haqsiz tomoqqa urlashtirib qo'ygan bo'ldi. Ya'ni undan boshqa ham mana shu o'xshagan mushta tomoqlarni, masalan, Wangba deymiz, Anzixon deymiz, tomoq chiqmaydigan doktorxon deymiz yoki Shuba, Juba degandek yerda o'ltirib, Loban telefon qilib, bizga mana shu tomoqlarni ekpagan bo'lsanglar deb telefon qilsanglar, bo'rtgan tomoq so'misi 15 ko'ydil olsa, kirapul olmay turib, o'zi bir qo'lliq yetkazib berdi ekan. Ya'ni undan boshqa Yang mühim gapdan birisi qoldi. Mushu seshanba boshlab dushanba kunsi maxsus tomoqni taqib qo'ygandan keyin seshanba, chorshanba, payshanba, juma bir kun yana barliq so'men turlari ya, gambiyan so'men, lag'man so'men degandek mushu so'men turlarini 9 koy 9 ming. Alloh. Andan keyin eng muhim gapdan birisi qilib qapti. 12-oy 15-kun faoliyat tugandan keyin mushu so'men, lag'man, o'y taomlari yeb qolsanglar, qanday tomoq yeb qolsanglar faqatlam 9 koy 9 ming olib ekan. So'men yemsizlar, lag'man yemsizlar. Endi lag'mandan keyin go'yoq lag'man degandeklar uning uchun emas. Lekin o'y lag'man, o'y mifan, so'men degandeklar kelib qolsanglar, mush haftaning birdan haftaning 5gacha 9 koy 9 ming. Lekin Shinxat avasiga har qanday o'quvchi kelib qolsanglar, oshxonada o'y taomlari, lag'man, so'men, mifan yeb qolsa, faqatlam 8 koy 8 ming lira olib ekan. Har qanday 8 koy 8 ming uchun yo'q. 8 koylarmi? 8 koylar keldi bu. Mush Shinxatning har qanday yerga o'quvchi kasb etgan, o'quvchi deb plan bo'lib qolsa, har qanday mush o'y taomlari yeb qolsa, faqatlam 8 koy. Unda qolsa mana shuni ko'plab bir taqib qilinglar. Ma do'konni bezab qaytadan o'zgartirib shunday chiroyli, ozoda qilib qo'yibdi, ham yangilik tomoqlarni chiqarib qo'yibdi. Ma tamni qarsanglar, hammasi yangilik tomoq. Endi bu yerni tasaq cheklab qo'ygan, shuni tatamay qoldik. Ma oldimizga olsa, shu yongpay chöp, andiga bu to'q chöp, o'g'loq chöp, har xil chöplarni chiqaribdi. Shu Xinjiang bozorida o't chiqib qolgan mushtaq yangilik qo'rim chöplarni yesak bo'lgan do'stlarimizmi? Shakilni qattiq unutib qolmanglar. Amsa 12-oyning 15-kunida mishana cheyi, atgani tongman bilan yotaz haqsiz, shu vaqtda polo bilan lag'man haqsiz kelib ketmoqchilarni chin ko'ngildan umid qilamiz. Ko'plab bir taqdirlar do'konimizning adresi To'qsonayimizga inoq makon joylashgan Dilfar taomlar oshxonasi shu. Shakasanlar bo'ldi. Undar nomerlarini qolib qo'yinglar. Undar telefon o'rtaq nomerim 1530 62 395 1530 62 395. Topolmay qolsanglar, aloqalashsanglar bo'ldi. Maqlamsa, sizlarning mush 12-oyning 15-kunisi inoq makondagi
Dilfer taomlar ochganini saqlaymiz. Ko'rishmasak hisob emas. Xo'sh.